hakikaten azlar namattan Allah'ın özün esrasında ben de bana bugün azlar toyda aramızın en bir asasi sayıcıları kutluk kadamlar bilen kelin kiyelerimiz Samira Han, Hamza Mahmudcan ülkelerimiz arzulu toyda aramıza girip gelmek İlacı barlar oralarımıza tırı hürmetini cahile koyup olmasa oturan yerlerde olmasa eller ayamazdan güldüren karsaklar bilen şovkullu bir çıraylı sazlar bilen sanatlarımız şovra canıken gittik çıraylı müzikalar bilen hadi merhamet gırım dünya yalkım sanım gelin geliyer gelin geliyer aşık yiğidim baktım olun gelin geliyer gelin geliyer dihedimler yol araçlar az sabası buz yarışlar baktını bakmayacağına bağışlar gelin geliyer gelin geliyer
Muhammed ağa, ruhsat verseniz toy dairamızı başlayıp versek de biz amma narsalar tegar ekan demek. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stiyarlar, qarindoshlar. Uzoqdan yaqindan gelen eng aziz mehmoni mezbonlar. Aka, uka, opa, singil qarindoshlar. Bütün dünyamıza o'zlarining mehrini sochgan. Mehri daryo onaxonlari va qahramon otajonlar. Munis momolarimiz va muhtaram bobojonlarimiz. Ikkala taraf qudalarimiz, baxtiyor zamonamizning baxtli insonlari, Gulshod yanga, Rustam akamiz, Jumaniyozovlar. Qolaversa Baxtigul yangamiz, Shamradam akamiz, Qilichovlar mashqalarni, shularning o'ndirib o'stiran farzandlari, baxtiyor zamonamizning baxtli yoshlari, kelin-kuyovlarimiz, Mahmudjon hamda Samiraxon singilimiz. Sizlarning mana bu baxt nikoh oqshomidan oldindagi yoshlar kechalari, ikkala taraf qudalari albatta to'ylari qutlu muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling, to'kilmang, xatarimizdan kam bo'lmang. Yetkizganiga, bitkizganiga shukr dey azizlar. Mana shunday ajoyib zamonamizda, Osuda osmonimizning ostida, pakiza zaminimizning ustida, arassa havodan dam olib, mana shunday farohat yurtimizda yana bir ikkala baxtli mashqalardan uchinchi bir baxtli mashqalar dunyomizda darab o'tiribdi. Albatta, davramizga kelganlar hammangizning quvonchingizni chayi albatta. Shu quvonchingizni chayi hech qachon bo'lmasin. Quvonchingiz quvonchlari to'lib boraversin. Endi azizlar, mana shunday insonlarimiz kattadan katta to'y berib o'tirar ekan. Albatta, fayzli davramizni bir bismillah bilan ochish uchun Shamradam aka ruxsat bersangiz, elatimizning meros obamizning ketxida aqsali yoshimiz Nurmadavamizga bir uludan hurmat bilan men mikrofonni bermoqchiman. Yoshilim bor, hurmatim bor deymekdir. Ata baba dasturima uymoqdir. To'y boshida yoshila so'z bermekdir. Türkmenin adabi, Türkmenin davi. Mudam qulluq etsang yaxshi niyati, eder. Adabraya hurmati. Og'zi bir mashqaram bekar her yerda aqli aqsaqal yoshimiz bor o'zi. Aka, uni hurmat bilan mikrofon sizga. Marhamat. Rahmat, Ahmad aka. Hurmatli mehmonlar, ana bugun ko'rishingiz yo'li bizning Jumatullo Hakimov bilan birlashishimizning meros obasida eng bir hurmatlangan mashg'ulolar, Qilichovlar mashg'ulasi, Jumaniyozovlar mashg'ulasi bilan qudalashib, shuning yo'li Davrabob to'ylaganimizda ulug' bir baxt to'ylarini boshlab o'tibdilar. Ana bu to'yimiz o'ngida bugun bir yoshlar oqshomi deymiz. Shuning uchun ana shu og'zi birlik deb qudalarimiz bilan to'planishdik. Hurmatli odamlar, shu fursatdan foydalanib men ham o'zim adımdan, shu to'yimizga qatnashib bilmagan odamlar adından, obamizning adından, shu yoshlarning boshlab o'tirgan turmush nikoh to'ylarini chilerimdan qutlayan. Mahmudjon, kelin Sabina, ana turmushimizda berek-beringizga izzatli, hurmatli bo'lib, oilalaringizga baxtli bo'lib yashaganligingizni orzu etaman. Boshlab o'tirgan turmush nikoh to'ylarimiz chilerimdan qutlayan. Qutlu muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar yoshlar. Qilichovlar, Shamrod aka, Baxtigul yeganchi, to'ylar qutlu muborak bo'lsin. Qilichovlar, Qadirevlar, hammangizlarga ham to'ylar muborak bo'lsin. Xudolar sizlarga ham Jumaniyozovlar mashg'ulolari, mehmonlar hammangizga ham to'ylar qutlu muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, ana bu to'ylar hammasi ham sizlar uchun, ana Jumaniyozovlar, Qadirevlar, Qilichovlar mashg'ulolari shartlanib shu yo'li to'ylar o'tirar, hammasi ham sizlar uchun chiqib shartlanib, o'ynab, ana to'yimizni bugungi tamadamiz Ahmad aka sizning xizmatingizda yoshlarni to'yini qutlayotgan bo'lsa, chekinib o'tirmang hurmatli mehmonlar. Shu yoshlarim, Qilichovlarim, Jumaniyozovlar shunga olib boshlab o'tiran baxt to'ylarni ham bir omadcha bir qarsaqlar bilan ochadi hurmatli mehmonlar. To'ylar muborak bo'lsin hammangizga ham hurmatli mehmonlar, ishtingiz ham ochiq bo'lsin. Tomada Ahmad aka endi so'z sizdan. Rahmat. Rahmat. Buraya yuza chiqib yosh bo'lib, 600 ga tash bo'lib, meros obamizning xalqimizning faqat to'ylaridan bosh bo'lib sizga nasib etsin. Shu oqsoqolimiz uchun bir qarsaqlar bo'lsinizlar. Rahmat. Qasar chanoqalar hech qachon dard ko'rmasin. Hamisha faqatgina to'ylarda 50, 100, 150, 200 grammlik stakanlarni doldurib olishlar nasib etsin. Undan qolaversa, $100, $100 sanab boraveringlar nasib bo'lsa to'ylarimizda. Azizlar, endi e'tiborimizni to'y davramizning ajoyib insonlarimiz, arishtalarimiz, kelin-kuyovlarimizga bersak, Mahmudjon akam yaningizda farishtadek siz sevgan kelib boshqa to'xtatdilar. O'zlaridan so'rab ko'ring. Mana salomlarda yuzlarini yopirib qo'yiblar. Perdeler tashlablar. Agar ruxsat bersalar, xalqimizga qizg'anmasangiz albatta. Perdelarni ayirib tashlasangiz.
Otururlarga ruxsat. Bugünkü kecha faqat sizlar için. Şu to'y davramıza geldik. Katta kichik qariyash hammalari yuragidagi yaxshi niyat arzulari, tilaklari, qo'llaridan bugungi niyatlagan sovg'atlari ham faqat sizlar uchun bo'ladi keladi. Undan qolaversa azizlar endi to'y davramizda mana haqiqatan ham davrabop to'y mekanimiz, restoranimiz, qarzga davramizda bor oltin asrimizning eng bir oltin yetakchi eng bir o'nda barachisi restoranimizning biri bo'lib xizmat qilib xalqimizga eng bir markazlarda yerlashan har bir inson ana shunday o'z davrini bop to'ylar berish nasib etsin deymiz. Endi azizlar mana dunyolarimiz to'y davralarimizni ochib berdilar. Bemalol ishtalar ochiq bo'lsin. Ko'ngillari sig'dig'idan yeb ichib to'y davramizni stollarimizning nozik ne'matlari bilan bahramand bo'laverasizlar. Undan qolaversa, qo'rayib qarin do'yizmaz dedi. To'y davramizda, faizli davramizda faiz qilish uchun bugun azizlar Sabiraxon singlimizning amakilari bilasizlar, o'zining umrini faqatgina san'atga baxshida aylaganlari bilan viloyatimizda shu dog'onimizni hurmatlagan san'atkorlar albatta o'zlarining qarlari bilan faqat jonli, juvoy muzikalar bilan, jonli ijrolar bilan bugun azizlar ko'nglingizdagi eshitsam degan qo'shiqlarni sizlarga aytib berish bilan mashg'ullanaveradi. Eng avvalambor azizlar to'y davramizni mana bugungi faizli davramizning ajoyib san'atkori. Viloyatimizda endi yosh iste'dodli o'sib borayotgan buyuk san'atkorimiz bor. Xalqimizning to'ylarini, ellarida tarlarini jaranglatib, baland ovozlar bilan o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Qalam qo'shiqlarni ham shayadi guvohi bo'lasizlar. Atajon ukalarimiz mana bugun Aviz bilan ulug' hurmat bilan ukam davrasidagi marhamat tarlari qo'llari olib jarangladavering. Sen qo'shiq kuylading ilhoming jo'shib, yulduzday charaqlab sahnada oqshom. Sen qo'shiq kuylading zaf-qazaf qo'shiq, oshiqdan dillarga tinglab bir arom. Tinglasizlar bilan so'z davomida Atajonlar marhamat ketdingiz bilan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ikkala yosh to'yamiz, yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Mana shunday Allohim endiki shu vaqtlarda ham chilla to'ylarda ham shunday hammamizga o'tirmoqni muyassar etsin. Shunda birinchi qo'shig'imiz daradagi onajonlarimiz uchun bo'ladi. Har bir farzandning baxtiga onajonlarimiz sog' bo'lishsin. Marhamat tinglab kechirasizlar.